tarixda 3 ta ulug' do'stlar o'tgan ekan. Agar joiz bo'lsa bir og'iz aytib beraman. Muhsin ibn Abdulloh degan yetishgan shayx o'tganlar, katta alloma, Iroqda yashaganlar. U kishining 3 ta do'stlari bo'lgan ekan. Shu 3 ta do'stlari bilan doim do'stlik aloqasida turar ekanlar. Do'stlari ham ko'p bo'lgan, lekin asosan 3 ta odam bilan qiyomatda savob olamiz, bir-birimizni qiyomatda Allohga guvoh bo'lib, so'roqlardan o'tishga yordam beramiz deb ahd qilgan ekanlar. Birga yoshligida o'qishgan ekan, birga o'sgan ekan. Shundan keyin bir kun Muhsin ibn Abdulloh juda boy bo'lib, o'ziga to'q bo'lib, sharoitlari yaxshi bo'lgan kun keldi. Shu kuni xayoliga bir gap keldi. Shu meni 3 ta do'stim, bolalikdan do'stim, bir-birimizga juda ham yaqinmiz. Shu uchala do'stim ham yaxshi bo'lib ketdi. Bir dunyo bilan sinab ko'ray deb dilida sinagisi ketdi. Haqiqatan dunyo do'stimmi, oxirat do'stimmi deb sinadi. Choparlarga aytdiki, falon yerga borsalaringiz, Basraga meni o'rtog'im bor. Shunga borib Muhsin ibn Abdullohni boshiga ish tushdi. Fabrikalari yonib ketdi, odamlarga beradigan narsalari qolmadi, o'zi bir qirda o'tiribdi. Odamlar undan qarzlarni so'rayapti, holi bir tang ahvolda deb tushuntiringlar debdi. U nima deb javob qilar ekan debdi. Choparlar borsa, u do'sti yo'q ekan. Lekin shu do'stining uyida xizmatkorlar yugurib chiqib, kim bo'lasiz debdi. Biz debdi, Muhsin ibn Abdullohni oldidan kelgan choparlarimiz. Uni ahvoli tang bo'lib qoldi. Mayli endi hojingiz yo'q ekan, qayta qolamiz desa, yo'q, to'xtang. Siz bizga ayting, nima bo'ldi ularga? Desa shunaqa yondi zavodlari, fabrikalari desa, to'xtang. Hojamiz har safar bir safarga ketsa, 40 tuya mol boylab ketadi. Mabodo Muhsin ibn Abdulloh degan do'stim bor Iroqda, boshiga ish tushib qolsa, men yo'g'imda quruq qaytmasin. Shuni berib yuboringlar. Agar shunday ishida sizlar men yo'g'imda meni o'rnimda ko'mak bersalaringiz, shu ko'maklaringiz evaziga men sizlarni qullikdan ozod qilaman deydi. Bu safar biz usta hojamizni xursand qiladigan bo'ldik. Uning yaqin do'stiga boshiga ish tushganda o'zlari yo'q bo'lib turib, biz o'sha ishni bajarishga qurbimiz yetib qoldi. Mana 40 tuya deb molni olib chiqib bergan ekanlar. Haligi molni olib borib Muhsin ibn Abdullohning choparlari Muhsin ibn Abdullohga aytgan ekanlar. Shunda bu do'stimdan ko'nglim to'q. O'zi yo'q bo'lib, o'zining qo'l ostidagi xizmatkorlarga mening tashvishini qilib 40 tuya mol boylab ketgan odam mendan oxiratda savob so'rasam hech ham qizg'anmaydi. Molni molga qo'shinglar, tuyani tuyaga qo'shinglar, ko'paytirib bir kun o'zini egasiga joyiga qaytaramiz debdi. Ko'nglim to'q bo'ldi. Endi borib Kufadagi do'stimni ko'rib kelinglar debdi. Unga ham shunday deb tushuntiringlar debdi. Borsalar Kufadagi do'sti bor ekan. Borib ahvolni tushuntirsalar, darhol u kishi ham 40 tuya mol olib chiqib berdilarda, bir xum tulla ko'tarib chiqdi. Mana mollar zavod fabrikalardagi qarzlarga to'lasin. Mana xumdagi tilla bilan o'zini tiklab olsin debdi-da, juda og'ir bo'pti. Endi darvoqe do'stimga aytib qo'yinglar, men 10 yil qadar bora olmayman u yerga debdi. Nimaga unday deysiz desa, qanday bo'ladi? Bir odamning do'stini boshi ish tushsa, bugun unga yordam berib, orqasidan o'zi borsa, so'rab ketdi deb ichi siqilmaydimi? 10 yilda bir odamga yetgan zaxm unutiladi. Men shu unutilganda boraman-da degan ekanlar. Shundan keyin choparlar borib, mana tasanno do'stingizga 10 yil bormayman deb aytdi-ya bizga. Shu insonni qalbidan o'chganda, unutilganda boraman deb aytdi. Bunday do'stni qanday topib bo'ladi? Sizda shunday bir topilmas do'stingiz bor ekan desalar, undan ko'nglim to'q bo'ldi. Endi borib, yana bir Iroqning chetida bir mahallada yashaydigan do'stim bor. Undan ham holiga qarab so'raylar. U kambag'al, qiyomatli do'stim. Borsalar u kishi ilmdor ekan. Ilm berib o'tirgan ekan. Qarasalar kulbasini yarmi bor, yarmi yo'q ekan. Keyin kelib assalomu alaykum deb choparlar so'rashib, biz shu Iroqdan keldik desalar, Iroqda meni Muhsin ibn Abdulloh degan do'stim bor, tinchmi debdilar. Yaxshilar, har kuni bomdodga chiqib turardilar. 3-4 kundan beri chiqmay qoldi. Nima bo'ldi? Desa, bir xasis odamdan 5 dirham olgan ekan, shu yo'lda so'ragan uchun shunga ko'rinmay turay deb chiqmayapti debdilar. Desalar, hozir o'tiribdilar deb yo'q bo'lib qoldi. Birdan o'rniga katta bir boy odam keldi. Hozir sizlar 5 dirham turib so'radingizmi shu insondan? Mana o'sha 5 dirham debdilar. Qani o'zi sizlar? Menga qul bo'ldi deyarmish. O'zini qullikka berib 5 dirham olib bergan ekanlar. Shunda bular yugurib borib, hazrat tushing, biz siz mana yana ustiga 5 dirham qo'shib qaytaramiz desalar, yo'q degan ekanlar. Iymon bilan do'stlik pulga sotilmaydi. Men iymonimni qo'yib, bundan 5 dirham olganman, ishlab beraman degan ekanlar.
ana shu do'stlikni rishtalarida juda ko'p mashoyixlarning hayotlaridan o'tgan.